Davleningiz 170 masalan, oddiy misol. Sizda sezmay ham qolganda miya davleniya oshaverib, miya retseptorlari davleningiz qon tomir kengaysa ham o'sha reaksiya qilmaydigan bo'lib qolgan. O'shaning uchun bir xil odam shu masalan 140 kelishadi-da, davleniya bor desam, rabochiy bo'lib qolgan menga. Bu noto'g'ri narsa-da. Bu rabochiy degan narsa 80 yoshga ham bir xil, 18 yoshga ham bir xil, 120. Odam uni bezovta bo'lmayapti degani senga rabochiy davleniya degani bas-da u. Chunki u prosta miya retseptorlari sezmay qoladi hojaga. No yurak bor-u, zo'riqib ishlaydi. Masalan, katta davleniyani haydayman deb yurak zo'riqib ishlagandan keyin yurak mushak nima-ku, a'zo-ku, u zo'r ishlagandan keyin kengayib ketadi. Hali buna tosh ko'tarsa mushak chiqadi-yu, yurak zo'riqib ishlagan, yurak kengayib ketgandan keyin o'sha yerda keyin trom hosil bo'lish, boshqa narsaga moyillik kuchayib ketadi. O'shaning uchun har kuni o'lchating aka, davleniyani o'lchab yuringlar. Обязательно. Keyin kerak bo'lsa dorini dozasini oshirib tushirilaveradi. No, har kuni dori ichishingiz shart. Mana bugun ham dori ichmagansiz. Chunki bizda tibbiyotda sindrom atmena deydi, o'zbekchasiga qo'pol uchun xumor sindromi. Dori davleniya dorisi kirmay qolsa axtarib olib, keyin oldin 150 ketsa, keyin 180 ga chiqadigan bo'lib qoladi. Shunaqa tartibsiz lecheniya qilib yuraversangiz, ichib to'xtatib yursangiz, ertaga keyin dorilar yaxshi ta'sir qilmaydi, hali kontrol qila olmaydigan davleniyaga o'tib ketib qoladi.